Menimcha sizlar ham $1000 atrofida xarajat qilib, Damas'ni bu holatga keltirish mumkinligiga ishonmasanglar kerak. Damas'ga qilib bergan navbatdagi ishlarimizni hozir sizlarga birma-bir sanab beramiz. Bo'lmasa qilingan ishlarni salonidan boshlaymiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu mashinani polni salonni qora bilan Tiffany'ga kombinatsiya qilganmiz. Bu ham mashinani vidini ochib, undan tashqari mashina yuk tashiydigan mashina bo'lganligi uchun kirchiroq variantda qilib berishga harakat qilganmiz. Xo'p, bundan tashqari rullarni anatomiya qilib berganmiz. Tablolariga laklayk yopishtirib, oqartirib berganmiz. Polni torpedkaga 4 ta deflektor, bunaqa akrilik qora detallarni yopishtirib, maytafon kolonkalargacha ustunovka qilingan. Patologlarga alohida lak bosmasanglar bo'lmaydi, chunki mashinani salonni vidini yaxshigina ochib turgan detallarimizdan bittasi xuddi shu patolog bar hisoblanadi. Va eng asosiy ishlarimizdan bittasi polni salon pertajka bo'lgan. Mashinani temirli joylari umuman qolmagan, hamma joyini pertajka qilib chiqamiz. Sizlarga alohida e'tibor berasizlar, o'rtasidagi gullarni ham individuallik xuddi shu mashinani o'zi uchun biz tikib chiqamiz. Hop, Podglonikka bitta e'tibor bermasanglar bo'lmaydi. Podglonikka ham UzAvtoStyle o'zimizni logotiflarimizgacha tushirib qo'yganmiz. Bu mashinaga kerakli hamma ishlarni bitirib berdik. Rul bo'ldi, bar bo'ldi, patolog, hop, torpedka disklarni, xullas nima kerak bo'lsa hamma ishlar bitta. Shu ko'rib turgan xizmatlarning hammasi $1100 atrofida bitgan. Mashinani ikkita qator sizenaligini hisobga olgan holatda. Agar mashinani 3-qatoriga chexol tikkanimizda, narxi bu narxdan ozgina qimmatroq bo'lgan bo'lardi. Agar sizlarga ham shunga o'xshagan sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol UzAvtoStyle'ga murojaat qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qilsanglar, o'zingizga kerakli narsalarni yana qo'shtirishingiz mumkin yoki kerak emas narsalarni olib tashlab, shunga o'xshagan vidga yana ham arzonroq narxda erishishingiz mumkin bo'ladi. Bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.